Assalomu alaykum. Xo'p. Bugun shunday bitta savol tushib qoldi. Anglashni anglash bo'yicha qanday qilib anglayman? Anglashni o'zi nima? Bu narsaga umuman tushunmaydigan odamlar ham bor ekan. Savol berib qolishdi. Bitta-bittalab tushuntirib o'tirishim har bir kishiga u anchagina qiyin narsa. Shuning uchun demak kitobda shu joyi aniq ko'rsatilmagan ekan. Anglashni anglash u qanday bo'lishini siz bilan hozir qisqagina misollarda mana shu jarayonni o'zida ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bunday qilsak. Siz hozir mana shu videoni ko'ryapsiz. Nimada ko'ryapsiz buni o'zingiz bilasiz. Kompyuterdami, telefondami yoki boshqa o'zingiz bilmaysiz. Lekin hozir sizning e'tiboringiz nimagadir qaratilgan. Balkim videoga qaratilgandir yoki boshqa bir narsaga e'tibor qaratayotgandir. Buni endi siz bilasiz. Lekin shunday qilamiz. Xo'p. E'tiboringizni hozir ko'rayotgan, eshitayotgan narsalaringizga qaratyapsiz deylik. To'liq e'tiborni hozir menga qarating. Mana gapiryapman sizga. Ko'ryapsiz. E'tiboringiz butunlay menda. Ana endi mana shu holatda siz e'tiboringizni mana shu ko'rayotgan, eshitayotgan narsalaringizni nima his qilyapti, nima sezyapti? Nimadir sizni ko'zingiz orqali ko'ryapti, quloqingiz orqali eshityapti. Endi e'tiborni sekingina mendan tortasiz. E'tiborni o'zingizga tortasiz va nimadir hozir mana shu narsani tinglayapti, ko'ryapti. E'tiborni o'sha yoqqa qarating. Odatda buni tinglayotgan, ko'rayotgan, sizni tanangizni nima qilayotganini his qilayotgan narsa xuddi sizni orqangizda turganday bo'ladi. Taxminan mana shu yerlarda. Hozir shunday qilamiz. E'tiborni endi menga qarating. Xo'p. Endi bu narsani ko'rayotgan narsaga e'tibor qarating. Sekingina e'tiborni tortamiz va orqaga ketdi e'tibor. Endi e'tiborni yana menga qaratasiz. Xo'p, endi sekin orqaga tortamiz. Nima buni ko'ryapti, nima buni anglayapti. Endi orqaga tortdik. E'tibor yana oldinga ketdi. Menga qarayapsiz. Sekin orqaga tortyapmiz endi e'tiborni. Orqaga ketdi. Nima o'zgardi? Sezdingizmi? E'tiborni bir joydan boshqa joyga ko'chirayotgan paytingizda xuddi boshingizning ichida nimadir borib kelayotganday bo'ladi. Mana shu narsani sezishingiz kerak. Sizning e'tiboringiz qayerda bo'lsa, butun energiyangiz xuddi o'sha yerda bo'ladi. Demak, siz hozir e'tiborni qaysi joyga qaratishni va bunda sizni xuddi ichingizdan nimadir oldinga, orqaga surilayotganligini o'zingiz sezdingiz. Odatda bizni e'tiborimiz faqat oldinga qaratilgan bo'ladi. Odam o'zini to'liq hech qachon his qilmaydi. Sezmaydi tanasini. Siz o'zingiz kundalik hayotingizda nimaga e'tibor qaratayotganligingizni, qanday ahvolda ekanligingizni sezadigan bo'lsangiz, odam xuddi o'zini mana shu yuzi va tanasini oldingi qismida sezadi. Buni Shri Aurobinda frontal odam deb aytadi. Demak,
Mana shu faqat qog'ozda yupqagina oldingi qismingizni sezasiz. Mana shu narsaga e'tibor qarating. Doimo mana shunga e'tibor qaratiladi. Boshqa narsani agar biror joyingiz og'rimasa, qichishmasa yoki boshqa nima bo'lmasa, siz tanangiz bor ekanligini sezmaysiz. Faqat e'tibor oldinga boshqa narsalarga qaratilgan bo'ladi. Siz e'tiboringizni mana shunday bir joydan ikkinchi joyga ko'chirishni o'rganishingiz kerak. Eng avvalo. E'tiboringiz qayerda bo'lsa, sizni o'zingiz ham, energiyangiz ham xuddi o'sha joyda. Siz kim ekanligingizni o'shandagina anglay olasiz. Hozir e'tiboringizni bir qismini oldinga qoldirasiz. Nimani ko'ryapsiz, nimani eshityapsiz? Hammasini ko'rib, tinglab turibsiz va bir qismini sekin orqaga tortasiz. Yarmi ikkiga bo'linadi. Bir vaqtning o'zida ham oldinni, ham bu narsani anglayotgan narsani his qiling. Sezing ikkalasini bir vaqtda. Sezyapsizmi? Demak, ko'rayotgan narsangiz va uni anglayotgan narsa. Ikkalasini bir xil vaqtda anglang, sezing. Nima o'zgardi? E'tibor qarating. Siz hech narsani o'ylayotganingiz yo'q. Boshingizda birorta ham fikr yo'q. Birorta ham. Siz ikkalasini bir vaqtda anglaganingizda siz o'ylay olmaysiz. O'ylashingiz mumkin emas bu paytda. Agar shu paytda sizga qandaydir xayollar kelayotgan bo'lsa, demak e'tiboringizni to'liq qaratayotganingiz yo'q. Anglashga ham, mana u ko'rayotgan narsangizga ham. E'tiborni bir vaqtda ikki tomonga qarating. Agar shunday holat ham bo'lishi mumkin, ayrimlar mana tanadan tashqarida nimadir e'tibor qaratayotganligini his qilishi juda qiyin bo'ladi birinchi boshlayotgan paytda. Bunday paytda siz tomoqda mana yerda o'yiq bor, bilasiz. Mana shu o'yiqni teskari tomoniga e'tiboringizni qaratasiz. Mana shundan yuqori qismida qayerga qaratsangiz ham bemalol mumkin. Xohlasangiz bo'yinga, xohlasangiz ensaga qaratishingiz mumkin. Faqat mana u nuqtadan pastga qaratish mumkin emas e'tiborni. Bunda umuman boshqacha natijalar kelib chiqadi. Shuning uchun mana shu nuqtadan yuqoriga, orqa tomonga faqat e'tibor qaratasiz. Ensangizni his qiling. Eng osoni. Mana nimanidir ko'ryapsiz, eshityapsiz va ensangizni his qilyapsiz. Bir paytda ikki tomonga qaratildi e'tibor. Va bu paytda siz o'ylay olmaysiz. Anglashni anglayapsiz siz. Endi monaxlarda yoki bo'lmasa bu tomon nimaga butunlay berilgan zohidlarda oldinni umuman his qilish shart emas. Ular faqat anglashni o'zini anglashsa bo'ldi. Lekin siz bu dunyoda yashar ekansiz, jamiyat bilan birga yashashingizga to'g'ri keladi. Hamma narsani sezishingizga, bilishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun siz e'tiborni ikki tomonga ham qaratishingiz kerak. Bu sizni jamiyatda yashashingiz uchun kerak. Ikkalasini bir vaqtda sezsangiz bo'ldi. Xo'p, bu narsani sezayotgan paytingizda shunday bo'ladiki, endi birdaniga bo'lmaydi bu. Ancha vaqt o'tib, ma'lum bir vaqt mashq qila boshlaganingizdan keyin anglashni anglay boshlagan paytingizda
siz tanaga nisbatan kattaroq narsa ekanligingizni his qilishni boshlaysiz. Siz bu tana emassiz. Yurganingizda, biron nima qilayotganingizda, xohlagan paytingizda bu ishni qilishingiz mumkin. Nimadir ishni qilib turib, bunga e'tibor qaratish mumkin. Bu sizdan hech qanaqa qo'shimcha narsa talab qilmaydi. Ko'pchilik aytadiki, men o'ylamaydigan bo'lsam hech narsa qila olmayman. Juda qila olasiz-da. Masalan aytaylik, ovqat pishiryapsiz. Yoki bo'lmasa stolni artyapsiz. Yoki xohlagan bir boshqa ishni qilyapsiz. Toshni toshga uryapsiz. Nimani o'ylayapsiz? Hozir qilayotgan ishingizni o'ylayapsizmi? O'ylamaysiz. Yo'q. 100% garantiya berib aytishim mumkinki, siz qilayotgan ishingizni o'ylayotganingiz yo'q. Hozir mana bu narsani olaman, mana unday qo'ydim, endi bunaqasiga kesaman. Bu narsani o'ylamaysiz. Shu ishni qilyapsiz, lekin kallangizda boshqa narsa aylanib yuribdi. E'tibor bering, siz qilayotgan ishingizga hozir nimadir qilyapsiz-ku, lekin xayolingizda nimadir turibdi. Kechagi muammolaringiz, ertagi sizni planlaringiz yoki boshqa narsalar. Kim bilan qandaydir gaplashaman, kimnidir borib abjag'ini chiqaraman yoki bo'lmasa gap bilan o'tirg'izib qo'yaman. U bunaqa deydigan bo'lsa, men bunaqa javob beraman. Mana shu narsani o'ylayapsiz siz. Aslida qilayotgan ishingizni hech qanaqa o'ylayotganingiz yo'q. U avtomatda qilinyapti bu narsa. Istagan bir ishingiz avtomatda bajariladi sizda. Bu ish haqida umuman o'ylamaysiz aslida. O'ylash kerak emas. Agar bu yangi ish bo'ladigan bo'lsa, birinchi marta qilayotgan narsangiz bo'lsa, bu narsa haqida o'ylaysiz. Ma'lum bir vaqt davomida bunga ko'nikib ketguningizcha shu ish haqida o'ylaysiz. Lekin bu narsa odatga aylangandan keyin ma'lum bir vaqt o'tadi. Masalan, hatto yozish ham, nimandir yozish kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan nimani yozayotganligingiz to'g'risida o'ylamaydi juda ko'pchilik odamlar. Bu ishni doimo qiladigan odam yozyapti, xayolda boshqa narsalar yuradi. Eng og'ir ish bu. Eng ko'p o'ylanib qilinish kerak bo'lgan ish bu yozish bu, nimandir. Yangi narsani yozish aytaylik. Bu narsani qilayotgan paytingizda xayolingiz umuman boshqa joyda bo'ladi. Kallada boshqa fikrlar yurgan bo'ladi. Shuning uchun o'ylamay qo'ysam menga unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Bu narsalarning umuman keragi yo'q. Bu vaqtda umuman o'ylamaysiz. O'ylamasdan ham istagan bir ishni qilish mumkin. Hatto o'ylamasdan qilgan ishingiz bu sizni o'ylanib turib qilgan ishingizga qaraganda ko'proq natija beradi. Yaxshiroq natija olasiz. Lekin sizni energiyangiz yeyotgan juda ko'p narsalardan qutulasiz. Siz kun bo'yi mana shu narsaga e'tibor bering. Anglashni anglang. Faqat siz o'zingizni kim ekanligingizni anglashingiz kerak, bilishingiz kerak. Bu siz o'zingizni anglashingiz uchun kerak. Xo'p, anglashni mana shunday mashq qilinadi. Bir paytda o'zida ikki tomonga e'tibor qaratiladi. Xo'p, yana bitta holat borki, sizni ko'zingiz ochiq paytida e'tiboringizni boshqa narsaga qaratishingiz anchagina qiyin bo'ladi. Chunki sizga odat bo'lib qolgan narsalar bor. Ko'zingiz ochildimi, hamma narsani birdan ko'rishni boshlaysiz va anglashni boshlaysiz. Bu sizning odatdagi programmalaringiz hammasi qo'shilgan bo'ladi ko'zingiz ochiq paytida. Lekin ko'zni yumadigan bo'lsangiz, ko'zni yumdingiz, hech narsani ko'rmayapsiz. Bunaqa paytda e'tiborni biron narsaga qaratish osonroq bo'ladi. Odamni tanasida doimiy qaytarilib turadigan eng oson narsa bu nafas olish. Shunday ko'zingizni yuming va nafas olishingizni kuzatishni boshlang.
Nafas olyapsiz, chiqaryapsiz. Nafas olyapsiz, chiqaryapsiz. Siz ongli ravishda majburlab tanaga nafas olishni buyrug'ini berayotganingiz yo'q. E'tibor qarating. Siz shunchaki buni anglayapsiz. Tana nafas olayotganligini anglayapsiz. Tana o'zi mustaqil nafas olyapti. E'tibor qarating. Tana mustaqil nafas olyapti. Siz hech narsa qilayotganligingiz yo'q. Kim yoki nima tananing nafas olayotganligini anglayapti hozir. Bunga e'tibor qarating. Siz ko'zingiz yumuq, nafas olyapsiz. Tana nafas olyapti. Siz tana nafas olayotganligini kuzatayotgan, anglayotgan narsasiz. Siz orqada turgancha tananing nafas olishini kuzatyapsiz. Tana o'z-o'zidan nafas olyapti. Juda qiziq holat. Siz uni kuzatyapsiz faqat. Uxlagan paytingizda siz tanangizni, nafas olishingizni hech qachon nazorat qilmaysiz-ku. Kun bo'yi ham nafas olayotganligingizni hatto sezmaysiz ham. Tana o'zi qiladi buni. Siz aralashishingiz, unga biron bir buyruq berishingiz kerak emas. Tana o'zi nafas olyapti. Siz uni kuzatyapsiz. E'tibor bering. Siz bu tana emassiz. Siz ushbu tananing qanday nafas olishini kuzatib turgan narsasiz. Siz kuzatyapsiz uni. Tashqarida turgancha. Tana o'zicha nafas olyapti. Siz buni kuzatyapsiz. Ushbu tananing nafas olayotganligini kuzatayotgan narsa bu ong. Ushbu ong hozir siz unga e'tibor qaratayotganingiz tufayli o'zini o'zi anglayapti. Ongning o'zi tananing nafas olayotganligini kuzatib turganligini anglayapti. Ya'ni siz anglashni anglayapsiz. Bir vaqtni o'zida ham anglayapsiz, hamda ushbu anglashni anglayapsiz. E'tibor qarating. Siz ushbu jarayonlarni hammasini anglayotgan narsasiz. Bu anglash cheksiz. Siz butun olamni anglashingiz mumkin. Siz bu tana emassiz. Ushbu tana faqat sizning kichkinagina bir qismingiz. Siz tanada emassiz, balki tana sizdadir. Siz uni anglayapsiz. Tana sizni anglay olmaydi. Siz undan tashqaridasiz.
e'tiboringizni yanada kengaytiring. Siz xonadagi hamma narsalarni anglayapsiz. Yana kengayishda davom etamiz. Butun uyni anglayapsiz endi. Yana e'tiborni kengaytirishni davom etsangiz, butun shaharni anglaysiz. Butun mamlakatni anglaysiz. Yer sharini anglayapsiz. Butun quyosh sistemasini anglayapsiz. Butun Somon yo'li galaktikasini anglayapsiz. Millionlab, milliardlab yulduzlar qandaydir o'ramda aylanyapti. Va buning hammasi sizsiz. Butun yaratilgan olamlarni anglayapsiz. Minglab, millionlab galaktikalarni. Hamma galaktikalar bo'shliqda aylanishyapti. Siz yanada kengayishni davom etyapsiz. Ushbu galaktikalar yig'indisi asta-sekin bir joyda kichrayib boryapti, siz kattalashgan sayin. Oxiri ushbu galaktikalar yig'indisi ham kichkinagina bir tangaday bo'lib qoldi. Atrof bo'shliq. Yanada kengayapsiz. Butun olam yaltiragan bitta nuqta. Atrofda jimjitlik. Siz ana shu jimjitliksiz. Endi yana tananing qanday nafas olayotganligini anglang. Tana nafas olyapti o'zi. Sizning e'tiboringiz ushbu tanaga qaratilgan. Va bu holatni siz anglayapsiz. Ushbu holatni anglagan holatda sekin-asta ko'zingizni oching. Xo'p, nima sodir bo'ldi? Siz hozirgina butun olamdan ham kengayib ketgan edingiz. E'tiboringiz butun olamlarni egallab turgan edi. Ko'zingizni ochishingiz bilan hammasi birdan kichraydi. Hozirgina bo'lgan holatingizdan ozgina narsa qoldi. E'tibor berdingizmi? Men sizga shu holatni saqlagan holatda ko'zingizni oching dedim, lekin ko'zingizni ochishingiz bilan avtomatik ravishda hamma narsa kichraydi. Qancha katta edingiz hozir? Sizni mana tanada mavjud shu paytgacha yig'ib qo'ygan programmalaringiz avtomatik ravishda ishga tushib ketdi. Ushbu programmalar sizni kichraytirib, kichkinagina holatga keltirib qo'ydi. Siz hozirgina haqiqiy sizni o'zingiz kim ekanligingizni angladingiz. Siz bu toza ongsiz.
Kimdir buni haqiqiy men deb ataydi, kimdir ong deb ataydi, kimdir Xudo deb ataydi, Tangri, boshqa. Nomi ko'p. Lekin siz buni hozirgina angladingiz. Nima ekanligini. Xuddi mana shunday siz o'zingizni anglashingiz mumkin. Hozir qisqagina vaqtga anglaysiz, keyin yana sal ko'proqqa anglashingiz mumkin. Vaqti kelib ko'zingiz ochiq holatda ham bu holatni anglashingiz mumkin. Siz hozir ko'zingiz yumgan holatda bajarishingiz osonroq buni. Ko'zingiz ochgan paytingizda yana avtomatik reaksiyalar hammasi qaytadi. O'shaning uchun bu narsani anglash sal qiyinroq. Buni siz har kun davomida istagan bir ishingizni qilyapsiz, biror joyga boryapsiz, kelyapsiz, kim bilandir gaplashyapsiz yoki nimadir ish qilyapsiz. O'sha paytda shunchaki eslang. Kim bu ishni qilyapti? Mana shu gaplarni anglayotgan kim? Kim ko'ryapti? Kim eshityapti? Masalan, siz ko'zingiz bilan ko'rmaysiz hech qachon. Hech narsani ko'z bilan ko'rish mumkin emas. Siz ko'z orqali ko'rasiz. Ko'z shunchaki pribor, asbob, ko'radigan. Quloqingiz bilan eshitmaysiz. Quloq orqali eshitasiz. Mana shu narsani anglashingiz kerak. Hozirgina siz ko'rganlaringizdan keyin meni gapirishim ortiqcha bo'lib qoldi bu yerda. Sezyapman. Shu narsani aytayotib, men o'zim ham hozir shu holatga tushib qoldim. Gapirishim sal qiyinlashib boryapti. Sizga meni gapim yetib borishi ham qiyin. Lekin bu narsani siz doimiy ravishda anglashingiz kerak bo'ladi. Telefoningizga eslatmalar qo'yib qo'ying. Har 5 minutdan, 10 minutdan tiling qo'yadigan. Bitta eslatma. Har bitta tiling qilgan paytda shunchaki mana shu holatda eslang. Hozir nimadir qilyapman, buni nima anglayapti? Bo'ldi. U hatto o'ylash ham kerak emas. Shunchaki e'tiborni tortdingiz, tamom. Mana bu narsaga qaratyapsiz va e'tibor ketdi orqaga. Tamom. Bir sekund sizga yetib ortadi anglashingiz uchun. Masalan, mana telefonda menda mana turibdi. Eslatma. Doimiy ravishda kelib turadi menga. Bu tiling qilgan paytda demak bo'ldi. Shu narsani o'zini ko'rishingizni o'zi sizga yetib ortadi. Ortiqcha narsa kerak emas. Ko'rdingiz? Demak e'tibor. Bu nima uchun edi? Anglash uchun edi. 1 sekund. Agar sizga 1 sekund kamlik qiladigan bo'lsa, 2 sekund qiling, 3 sekund qiling. Shunchaki hech narsani o'ylamaysiz, e'tiborni tortasiz. Tamom. Vaqt o'tishi bilan 1-2 hafta o'tgandan keyin shunday tiling qildi, bo'ldi, tamom. Siz hatto o'ylashingiz, e'tiborni tortib o'tirishingiz ham kerak emas. Nima uchun ekanligini bildingiz. Ting ketdi o'sha. Avtomat. Agar mana shu narsani 2-3 oy davomida qiladigan bo'lsangiz, u yog'iga hech narsani keragi yo'q sizga. Bu narsa avtomatga aylanadi. Sizni har bitta qilayotgan ishingiz anglangan holatda qilinadi.
Bo'ldi. Anglashdan bundan ortiq hech narsasi yo'q. Eski davrlarda bu narsani anglash uchun, mana shu narsani amalga oshirish uchun 30, 40, 50 yil umrlarini sarflashgan. Hozir siz bu narsani nari borsa 3-4 oyda amallashingiz mumkin. Chunki dastlabki bajariladigan bosqichlarni biz shunday tashab o'tib ketib qilyapmiz bu narsani. O'ta oson narsa. Qiyin ish emas bu. Masalan, o'sha tasavvufda ham bir qancha bosqichlar bo'lgan. Bilsangiz kerak, ha? Eng avval shariat, shariatdan keyin tariqat, tariqatdan keyin ma'rifat, ana undan keyin kamolat darajasi kelgan. Demak, mana shu darajalardan o'tib borish kerak bo'lgan. Biz hozir mana bu bosqichlarni dastlabki ikkita bosqichda shunday tashlab olib, to'g'ri ma'rifat darajasida turibmiz hozir siz bilan. Hozir mana shu narsani anglaganingiz o'zi bu ma'rifat darajasiga chiqqan odam bu. Hali kamolat darajasiga ancha bor. Uning uchun shoshirish kerak emas. Lekin 3-4 oy deb aytishimning sababi nimaga? Juda ko'pchilik siz eshitgansiz, oldin shaxsiy rivojlanish qandaydir kurslarini o'qigan bo'lsangiz yoki nimalarni ko'rgan bo'lsangiz, kitoblarni o'qigan bo'lsangiz bilasiz. Odamda yangi odat 21 kun ichida paydo bo'ladi deb aytiladi. Qisman haqiqat bu. 21 kun ichida bir narsani doimiy qaytarib tursangiz, sizda yangi neyron bog'lanishlar miyangizda paydo bo'ladi. Yangi narsani siz anglay boshlaysiz 21 kun ichida. Lekin bu yangi bog'lanishlar qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday tarqalib ham ketishi mumkin. 21 kun ichida bunday bog'lanish paydo bo'ladi. Undan u yog'iga kamida 3 oy mana shu narsani doim qaytarib takrorlab turadigan bo'lsangiz, bu narsa sizga odatga aylanadi. Odat uchun kamida 3 oy kerak, to'xtatmasdan takrorlashingiz kerak. 90 kun 21 emas. 21 bu boshlanishiga. Demak, shu bugundan boshlab sizni qiladigan ishingiz ertalab uyqudan uyg'onganingizda birinchi qiladigan ishingiz anglash bo'ladi. Shunday nafasga e'tibor qaratasiz, sal ko'zingizni ochmasdan turib. Va buni anglaysiz. Tongda birinchi ishingiz. Ana undan keyin telefonga eslatmalar kun bo'yiga qo'yib qo'yiladi. Har bir jiring qilgan paytda shunchaki 1 sekund yoki 2 sekund anglaysiz. Va kechqurun uyquga yotishdan oldin shunday ko'zingizni yumasiz va nafasni kuzatib anglaysiz. Bo'ldi. Siz buning uchun maxsus vaqt ajratishingiz, bu narsa bilan shug'ullanishingiz shart emas. Mana shu narsani sekin anglab borsangiz bo'ldi. Aytaylik, birinchi hafta jiringlagan paytda telefon bitta 1 sekundga anglasangiz yetarli. Demak, anglading. Bo'ldi. Yana ishingizni davom etib ketaverasiz. Keyingi hafta yana 1 sekundga oshiring. 2 sekund bo'lsin. Angladingiz, ozgina ushlab turdingiz. 1, 2. Bo'ldi. Keyingi hafta 3 sekund qiling shuni. Angladingiz? 1, 2, 3. Bo'ldi.
siz 3 barobar uzoq vaqt davomida anglagan bo'lasiz shunda. Bu narsa 3 oy davomida, 4 oy davomida qiladigan bo'lsangiz, siz uchun odatga aylanib qoladi. Eslatmalarning umuman keragi bo'lmay qoladi keyin sizga. Buni eslatma qo'yib, buni tinglashini kutib o'tirish kerak emas. Siz shunchaki avtomatik ravishda anglayapsiz. Bo'ldi. Bu ishda bo'lsa, sizga omad.